O'zbek tilida bo'lganidek, rus tilida ham zamonlar mavjud va eng qizig'i ular bir xil, ya'ni o'tgan zamon, hozirgi zamon va kelasi zamon. Bugun sizlar bilan atigi 10 daqiqada rus tilidagi barcha zamonlarni o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, siz oddiy jumlalardan murakkab gaplarga o'ta olasiz va erkin muloqot qilishni boshlaysiz. Bo'lmasam, boshladik. Videoni boshida aytib o'tganimdek, rus tilida ham o'zbek tiliga o'xshab 3 ta zamon bor. Ya'ni настоящее время, hozirgi zamon, прошедшее время, o'tgan zamon va будущее время, kelasi zamon. Endi keling bularni har birini alohida ko'rib chiqamiz. Xo'sh, birinchi zamon bu настоящее время, hozirgi zamon. Hozirgi zamonni faqatgina hozir bajarayotgan harakatlar uchun emas, balki odatiy har doim bajaradigan harakatlaringizga ham ishlatsangiz bo'ladi. Va hozirgi zamonni shakllantirish uchun bizga kishilik olmoshlar kerak bo'ladi. Ya'ni личные местоимения. Bu я, ты, da, men, sen, u, ular, biz. Keling hozir читать fe'lini hozirgi zamonga tuslaymiz. Читать bu hozir infinitiv noaniq shaklda turibdi. Endi uni biz hozirgi zamonga o'zgartiramiz. Demak, я читаю, ты читаешь, он, она читает, мы читаем, вы читаете, они читают. Ko'rganingizdek, har bir olmoshni o'zini qo'shimchalari bor. Endi siz ham o'zingiz xohlagan, istalgan fe'lni olib, infinitiv shaklidan hozirgi zamonga o'zgartirib ko'ring va ularni ovoz chiqarib qayta takrorlang. Shunda miyangiz уже yaxshigina tushunib, eshitib, qabul qilishni boshlaydi. Misol uchun, я ем яблоко. Da, mana yemni biz hozirgi zamonga tusladik. Hozir olma yeyapman desangiz ham bo'ladi, yoki bu har kuni olma yeyman desangiz ham bo'ladi. Каждый день ем яблоко. Yoki u futbol o'ynayapti. Bu hozir ham bo'lishi mumkin. On играет в футбол, yoki u har kuni yoki har yakshanbada takroriy harakatda ham on играет в футбол. Demak, u uni hobbisi degan ma'noda ham kelishi mumkin. Demak, hozirgi zamonni ham tushunib oldik. Endi keyingi zamonimizga o'tamiz. Keyingi zamonimiz bu прошедшее время, o'tgan zamon. Nomi ham o'zi aytib turibdi, o'tib ketganda. Demak, biz o'tib ketgan, bajarilgan harakatlarga ishlatamiz bu zamonni. Bu yerda qoidalarimiz ozgina o'zgaradi. Bu yerda asosiy 3 ta suffiksimiz bor. Boya qilgan fe'limiz читать fe'lini olamiz, endi o'tgan zamonga qo'yib ko'ramiz. Demak, читать-da t bilan mягкий znakni olib tashlaymiz va agarda bu o'g'il bolaga ishlatiladigan bo'lsa, l suffiksini qo'yamiz oxirgi qo'shimchani. Qizlarga bo'lsa la, ko'pchilikka bo'lsa li yoki sizlab gapirsangiz li qo'shimchasini qo'yamiz. Keling qilib ko'ramiz. Demak, читать o'g'il bolaga bo'lsa он читал, она читала, ular yoki siz demoqchi bo'lsangiz они читали yoki siz o'qidingiz, вы читали. Misol uchun, вчера он смотрел фильм. Kecha u film ko'rdi. Bu o'g'il bolaga nisbatan gapiryapmiz. Или же она писала письмо. Bu уже qiz bolaga nisbatan, shuning uchun la qo'yyapmiz. U xat yozdi. Мы гуляли в парке. Biz parkda sayr qildik. Уже ko'pchilikda, ko'plikda ishlatyapmiz, li qo'shimchasini qo'ydik. Demak, mana o'tgan zamonni ham tushunib oldik. Endi oxirgi keyingi zamonimizga o'tamiz. Do'stlar, orada ozgina pauza olamiz. Agarda siz ham rus tilini shunaqa qiziqarli, tabiiy, amaliy usulda o'rganishni xohlasangiz, sizga ilm markazi kurslarini tavsiya beraman. Bizda 90 kunda razgovorga chiqishingiz kafolatlanadi. Agarda 3 oyda natijaga chiqa olmasangiz, to'lovingiz 100% qaytariladi. Video ostida havola bor. Telegram yoki WhatsApp raqamingizni qoldiring. Operatorlarimiz sizga barcha ma'lumotni berishadi va demo darslarni yuborishadi. Imkoniyatni boy bermang, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va rus tilini bugundan boshlab amalda o'rganishni boshlang. Oxirgi 3-zamon bu будущее время, kelasi zamon. Demak, kelajakda qilmoqchi bo'lgan harakatlaringizni siz kelasi zamon fe'llari orqali gapirasiz. Bu yerda fe'llar ikkita guruhga bo'linadi. NSV va SV, tugallangan va tugallanmagan shakllarda tuslaymiz. Hozirda siz bilan birinchi boshlaydiganimiz bu tugallanmagan shakl NSV. Va biz siz bilan hozirgi zamonda уже ko'rdik bu qoidani. Endi kelasi zamonni qilish juda ham oson, diqqat bilan eshiting. Demak, biz bilamiz kishilik olmoshlar bor. Я, ты, он, она, мы, вы, они. Hozirgi zamonda ishlatganlarni ishlatamiz hozir ham va siz o'zingizga shablon tayyorlab olasiz. Быть fe'lini olamiz va har bir shu olmoshlarga tuslab chiqamiz. Быть bo'lmoq degani. Shablonimiz nimadan iborat bo'ladi? Demak, mana я буду,
Ты будешь, он, она будет, мы будем, вы будете, они будут qilib o'zingizga tayyor shablon qilib oldingiz. Endi ikkinchi fe'lis esa shunchaki infinitiv noaniq shaklida qoladi. Hozirgi zamonda aytgan edim. Читать bu noaniq infinitiv shakli, ya'ni original. Shundan kelib chiqib biz hozirgi o'tgan kelasi zamonlarni chiqaramiz. Demak, men ertaga o'qiyman demoqchi bo'lsangiz, я завтра, завтрani qo'shsangiz ham bo'ladi, qo'shmasangiz ham bo'ladi. Я буду читать. Demak, men o'qiyman deb kelasi zamonga gapiryapsiz. Sen o'qiysan. Ты будешь читать. Eshitasiz, mana ты будешь mana shablonlarni ishlatyapmiz, lekin читать fe'limiz o'z joyida qolyapti. Ты будешь читать. Он, она будет читать. Мы будем читать. Вы будете читать. Они будут читать. Ko'rdingiz, juda ham oson. Hamma fe'llarni shunaqa ishlatsangiz bo'ladi. Я буду, ты будешь, он будет mana shablonni o'zingiz eslab qolasiz. Ikkinchi fe'l shunchaki keladi. Делатьmi, бегатьmi, кушатьmi, спатьmi, xohlagan fe'lingizni qo'yib mashq qilib ko'rsangiz bo'ladi. Endi tugallangan shaklni kelasi zamonni qanaqa shakllantiramiz? Bu yerda ham juda ham oson. Hozirgi zamonni qanaqa tuslagan bo'lsangiz, kelasi zamondagi tugallangan, ya'ni SV shakl ham xuddi shunaqa tuslanadi. Я читаю deb qildik hozirgi zamonda, to'g'rimi? Men o'qiyapman hozir. Endi tugallangan shakl прочитать bo'ladi. Boshida aytganimdek, buni yodlab olishimiz kerak. Qaysi biri tugallangan, qaysi biri tugallanmagan. Va endi прочитать-ni aniq o'qib qo'yaman deb tugallangan shaklda aytmoqchi bo'lsangiz, shunchaki читаю-ga pro qo'ydingiz-da. Я прочитаю. Xuddi hozirgi zamonda o'zgartirasiz. Ты прочитаешь, он, она прочитает, мы прочитаем, вы прочитаете и shunaqa davom etib ketadi. Misol uchun делать, сделать tugallangan shakli, я сделаю, ты сделаешь deb xuddi shu tartibda tuslaymiz. Boshlanishiga qiyindek tuyulishi mumkin, lekin daftaringizga har bir aytgan shakllarni, har bir formulalarni yozib qilib ko'rsangiz, juda ham oson. Hammasi qoida bo'yicha kelyapti. Mana 3-chi oxirgi будущее время zamonimiz ham o'z yakuniga yetdi. Endi keling mustahkamlash uchun mashq qilib ko'ramiz. Endi men sizga har xil zamonlardagi gaplarni aytaman, siz esa ularni zamonlarini topishingiz kerak bo'ladi. Sizga 3 soniya beraman, kutib kelgan javobini aytaman. Birinchi gapimiz: Я смотрю фильм. Правильно, это настоящее время, hozirgi zamon. Ikkinchi gapimiz: Он будет писать письмо. Правильно, это будущее время, kelasi zamon. Va oxirgi gapimiz: Мы ездили в парк. Абсолютно верно, это прошедшее время, bu o'tgan zamon. Barchasini to'g'ri topdingiz deb o'ylayman. Aslida rus tilida zamonlar umuman qiyin emas. Shunchaki to'g'ri formula orqali o'rganib, amalda uni qo'llab, ko'proq praktika qilish kerak. Bugungi videomizda rus tilidagi zamonlarni qisqa va sodda usulda ko'rib chiqdik. Eslab qoling, rus tilida ham 3 ta zamon bor: настоящее время, прошедшее время, будущее время. Hozirgi, o'tgan va kelasi zamonlari. Endi siz ham kundalik hayotda ishlatadigan gaplaringizni har bir zamonga qo'yib mashq qilib ko'ring. Misollaringizni kommentariyada yozing, har biringizni misolingizni o'qib chiqaman. Agarda bugungi video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va obuna bo'lishni unutmang, chunki bu kanalda hali juda ko'p ma'lumotlar bilan ulashib boramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, paka-paka.